Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Assalamu alaykum do'stlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun qandoq hikoya cho'chaklarni anglag'inglar ba? To'xtanglar, hamma o'ylab baqay. Bugun sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Ha, topdim. Bugun men sizlarga Odil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalaridan Sotlangan tirnoq degan hikoyani aytib beray. Hikoya Sotlangan tirnoq. Asqar tirnoqi o'sib ketgan qasma qo'l bilan tavoqdagi ho'ri chiqib turgan semiz qovurg'ini oldida mijiqlab turib, rasa ishtaha bilan yedi. Ondan opisining "Balam, qo'lingni yuyivat" deganiga qarmay, o'ynig'ili talog'i chopdi. Oradan 2 soatcha vaqt o'tmay, uning menga qo'mondonlik shtabining telefoni qattiq jiringlab ketdi. Cho'ng menga darhol telefon korobkasini qo'liga oldi. Vay, qo'mondonlik shtabimi? Qo'mondonlik shtabi. Men Cho'ngming'a. Siz kim? Qo'mondon apandi, men organizm. Sizni jiddiy ish bilan chaqirib edim. So'zlavering. Quliqim sizda. Cho'ng menga trubkani o'ng quliqidan so'l quliqiga yo'tkidi. Qo'mondon apandi, ayvolim bechata. Trubkadan organizmning hasirab chiqayotgan ovozi bo'lim ichiga ochiq anglanishga boshladi. Birer soatcha bo'ldi. Bütün a'zoyim holsizlanib, titrak besiyotdi. Bir ovozda yuragimni todalayotgandek qiladi. Boshqa a'zolarni qo'g'dash iqtidorimni yo'qotib qo'yg'ilab tasli qoldim. Tezdan tekshirish atir tavatishingizni so'rayman. Cho'ng menga trubkani qo'yib qo'shimizni turgan peti cho'nqur o'ylanishga boshladi. Lekin shu orada 3 ay oshqozonlardimi jiddiy telefon kelib, o'zlarida chatoq chiqqanliklarini ma'lum qilishdi. Cho'ng menga ishni kayniga surishga bo'lmaydiganligini his qilib, shu zamon saqliqni saqlash punktiga telefon berib, chatoq chiqqan o'rinlarni tezdan tekshirib aniqlab chiqishni buyurdi. Oradan ancha uzoq vaqt o'tmay, saqliqni saqlash punkti cho'ng menga chatoqning tirnoqdagi mikroblar orqali paydo bo'lganligi, zaharlangan a'zolarning jiddiy qutqizish ustida ekanligini ma'lum qildi. Oxirda saqliqni saqlash punkti cho'ng mengidan favqulodda sud hay'ati qurib, kasal tarqalishining sababchisi bo'lgan tirnoqning jinoiy qilmishlar ustida ochiq sud yig'ini etishning zarurligini jiddiy talab qildi. Cho'ng menga bu haqqoniy talabni ma'qullab, bu ishga darhol tutish qildiganligini bildirdi. Ochiq sud yig'inining bosh sudchiligiga saqliqni saqlash punktining mas'uli mikroskop apandi tayinlandi. Aybliguchi o'rnidan yurak, o'pka, jigarlar, oqlug'uchi o'rnidan qasmoqboy, yundiqonlar o'rin oldi. Ko'z bilan quloq bütün sud yig'inining muxbirligini qilib, oyoq bu yoqqa yugurib, ochiq sud maydonining umumiy ko'rinishini suratga va televizorga elishga boshladi. Qo'l bilan eg'iz yig'in kotibligiga tayinlandi. Cho'ng menga bo'lsa, qo'mondonlik shtabida bütün sud yig'inining amaliy ahvolini televizor ekrani orqali ko'zitib o'ldirdi. Ochiq sud yig'iniga sirtdan qatnashgan badanning boshqa a'zolaridan sirt yana lo'nga, sopun va supurgilarmi daxil bo'ldi. Bosh sudchi bütün maydonga bir qur ko'z yugurtib chiqdi-da, hammalarning kelib bo'lganligini bilib, yendikilar bilan bir qur pichirilishib olgandan keyin qo'ng'iroq chelib boshqalarni diqqatga chaqirdi. Qo'ng'iroq ovoz bilan tang bütün yig'in maydoni jimjitlikka cho'kdi. Bosh sudchi mikroskop apandi ko'zoynakni sal ko'tarib qo'yib, oldidagi qalin daftarni ochdi-da, yuqori ovozda: Aybkor tirnoq ustidan ochildigan ochiq sud yig'inimizni boshlaymiz. Aybkor keltirilsin, deb jakarladi. Shu an yan eshikdan 2 tirnoq qog'oz qo'lga ko'zi silingan tirnoqni yalab chiqib, aybkor o'rniga turg'izib qo'ydi. Aqlug'uchilardan boshqa bütün yig'in ahli uningga g'azabli ko'zlar bilan tikilishdi.
sud rasmiyati bo'yicha boshlovchi aybkordan bir qur savol so'ragandan keyin ayblanuvchilar paket qo'yib tirnoqni aybladi. Oqlug'uchilar bir tala yo'qining bahonalarini ko'rsatib tirnoqni oqladi. Ayblanuvchilar bilan oqlug'uchilar o'tirsidagi munozara oyoqlashgandan keyin boshlovchi tirnoqdan: Qayni, amda sening qanday fikring bor? Ayblanuvchilar bilan oqlug'uchilarning fikriga qanday qaraysan? deb so'radi. Bütün maydondagilar o'ntinsiz holda tirnoqqa tikilishdi. Tirnoq bir bas jim turgandan keyin oxir qonun oldida bosh egib, o'zining jinoiy qilmishlarini iqror qilishga majbur bo'ldi. Men gerçi odam qo'lining ayrilmas bir qismi bo'lsam-u, salla o'sib ketsam, sirtga nurg'unlagan kasal tarqatquchi mikroblarni o'zimga choplab, odamlarning salomatligiga og'ir ziyon yetkazaman. Yili mikroskop apandi mening ustimdan tafsiliy tekshirish ilib berib, mening taxminan 1000-5000gacha mikrobni choplashtirib olganimni aniqlab chiqdi. Sog'liqni saqlash punktidagilarning aytishicha, bu mikroblarning turi jiq ekan. Masalan, o'pka tuberkulyoz, ustirish, 3 oy oshqozon yog'lig'i qatorliq kasalliklarni paydo qiladigan mikroblardan tashqari, yana bir qancha 10 xil kasalliklarni paydo qiladigan mikroblar bor ekan. Egam Asqarni misolga olsak, u doim meni og'ziga silib sho'rab o'ynashni yaxshi ko'radi. Buning bilan mendagi mikroblar uning hazm qilish sistemlariga kirib ketib, vaqtning uzarishi bilan 3 oy yo'llarda ma'da qurtini paydo qilib qo'ydi. Hamda og'ir zaharlanishni keltirib chiqardi. Ba'zi bolalar men bilan badanni qo'shlaydi. Agar shu chog'da mendagi kasal mikroblari ularning terisi orqali badaniga o'tib ketsa, badanda yiringlik yori paydo bo'ladi. Ba'zida bu iflos mikroblar shu yo'l orqali qonga o'tib ketib, og'ir darajada qon buzilish kasalini paydo qilib, odamlarning hayotiga xavf yetkazadi. Ba'zi kichik do'stlar yemekliklarni qo'li bilan tutib yeganda, mendagi mikroblar yemekliklarga qo'shilib olib, ularning ichiga suqunib kirib oldi-da, asoli oshqozon kasali, uchay yog'lig'i, ustirish deganga o'xshash bir muncha kasalliklarni paydo qiladi. Gerçi jinoyatim og'ir bo'lsa-mu, ammo ba'zi sabablar kasal bo'lguchining o'zida. Tirnoq gapini tugatib, beshini sangilatganicha turdi. Ruxsatmi Sochi apandi? Deyishib, Sopun, Lunga va Supurgilar tangli qo'l ko'tarishdi. Ruxsat, birdan so'zlanglar, ha. Meningcha, deb gap boshladi eng avval Sopun o'rnidan turib. Tirnoqning iqrori bir qadar atrofli bo'ldi. Biroq gunohning amusini uning qil ortib qo'yishga bo'lmasmikin. Oldi bilan Asqarga o'xshash tozlikqa rioya qilmaydigan kichik do'stlarga tozlikni so'yish to'g'risida tarbiyani kuchaytirish kerak. Agar tirnoqni o'stirib o'tmay, pot-pot elib turganda, cho'ng kichik taratdan keyin tomoqdan burun qo'lni sopalab pokiz yuvib o'tganda, mikroblarning tirnoq ostiga yo'shirinib elib, kasal tarqatishning oldini olg'ili bo'ladi. Buning uchun tozlik qurollari bo'lgan bizning tanka chiqarishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri, tozlikni so'yishni odatga aylantirganda tan sog'lom bo'lib, texim yaxshi o'rgangili bo'ladi. Shunga ko'nilami sog'lom tanni sapaqil degan-ku. Lungimu shu an gap qistirib Sopunning so'zini tasdiqladi. Sabdoshlarimning fikriga ozroq qo'shimcha qilib o'tay, dedi Supurga Sopun bilan Lung o'ldirgandan keyin. Tirnoqni eng yaxshisi qozon peshida, boshqalar tomoq yeyotgan yerda olmaslik kerak. Chunki tirnoqning elastikiligi kuchli bo'lib, uni olganda asoli cho'chirab yemekliklar bir qochiqcha qozon chelaklarga tushib ketib, yemeklarni buzib qo'yadi. Shunga tirnoqni sirtda elib, supurib yig'ib ahli sandiqqa g'opirib tashlash kerak. Hamda tirnoqni elib bo'lib, qo'lni so'pillab pokiz yuvib etish kerak. Men ko'pchilikdan buningdan keyin tirnoq ustidan nazoratni kuchaytirib, uning xohlagancha o'sib, mikroblarning kasal tarqatishiga zamin hozirlab berishining oldini olish uchun tang kuch chiqarishni tashabbus qilaman. Supurga so'zni tamomlab o'ldirdi. Bosuvchi mikroskop apandi boshqalarga savol nazari bilan bir qur qarab chiqdi. Fikr qatnashuvchilar chiqmagandan keyin yenidagilar bilan bir qur pichirlashib olib, ondan tirnoqqa hukm e'lon qildi. Sud hay'atimizning muzokarasiga asosan aybkor tirnoq ustidan tuandikcha hukm chiqarman.
Asqarning bu qitim mikrob bilan zaharlanishidagi asosiy javobgarlikni tirnoq o'z ustiga oladi. Mazkur jinoyatchi tirnoqqa axlos sandiqiga surgun qilish jazosi berilganligini jakarlayman. Hukm darhol ijro qilinsin. Hüküm e'lon qilinibla ikki tirnoq alg'ush aybkor tirnoqni ochiq sud maydonidan yalab elib chiqib ketdi. Baş sudchi ochiq sud yig'inining yepilganligini jakarladi. Barliq yig'in ahlining ko'ngillari shodlikqa to'lib, xo'shal-xo'ram holda ochiq sud yig'indan tarqalishdi. Umaqlarim, bizning orimizdami Asqarga o'xshash tirnoq tishlaydigan ham sho'raydigan kapsizlar bog'u deyman-a. Hikoyada tirnoq o'zimi men garchi odam qo'lining ayrilmas bir qismi bo'lsam-mu, salla o'sib ketsam sirtga nurg'ulg'an kasal tarqatquchi mikroblarni o'zimga choplab, odamlarning salomatligiga ig'ir ziyon yetkazaman degan so'zlarni qildi-ya. Shuning uchun bizmi buningdan keyin hargiz tirnoqimizni tishlamayli, ham sho'ramayli. Tirnoqni o'stirib atmay, pat-pat elib turayli. Cho'ng kichik taratdan keyin tomoqdan burun qo'lni pokiz so'pillab yuvib, tozlikqa rioya qiladigan pokiz bola bo'layli-jimi? Esinglarda bo'lsin, tan saqliq zo'r boyliq. Umaqlarim, kech bo'lib ketibdi, amis bugun baldir uxlanglar. Atumush vaqtda Dilola Undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.